Endi yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Aslida dinimizda ilm ajratilmagan. Masalan, siz faqat diniy ilmlar o'qisangiz yoki Qur'on, hadis o'qisangiz ajr bo'ladi, savob bo'ladi. Dunyoviy ilmlarga ajr, savob yo'q degan gap yo'q. Bular shu fikrni millatga uqtirishmoqchi bo'lishdi. Juda go'zal Ya'ni g'oya. shu g'oyani bugun farzandlarimiz nafaqat diniy, balki dunyoviy ilmlarni ham olish kerak. Millatni taraqqiyotiga xizmat qilish kerak. Yangi maktablarni ochilishidan ko'zda tutilgan maqsad shu edi. Yangi zamonaviy ilmlarni joriy qilib bolalarimizni tafakkurini o'stirish bo'lgan. Biz millat tafakkurini o'zgartirmaganimizcha yangi bir maqsadlarga erishmaymiz. Ular shu g'oyani, shu maqsadni o'rtaga tashlashdi. Ya'ni diniy ilmlar barobarida dunyoviy ilmlarni ham chambarchas ekanligini, ularga ham birdek ajr bor ekanligini. Haqiqatdan mana shu narsani bugun biz farzandlarimizga anglatishimiz kerak. Bugun jamiyat uchun, millat uchun, vatan uchun, taraqqiyot uchun, ertangi kunimiz uchun kerak bo'lgan ilmlarni hammasi birdek ajr. Masalan, diniy ahli ilm, diniy ulamo qanday hurmatga sazovor bo'lsa, bizni jamiyatimizda qanday hurmatli bo'lsa, dunyoviy olimlar ham barobar tarzda ular ham bir xil ularning hurmati, izzati. Bugun 21-asrda ilm bu boylik bo'lyapti. Ilm bu kuch, ilm bu hurmat. Ilm bilan boy bo'lishligini bugun ko'ryapmiz. Yaponiya, Janubiy Koreya misolida ko'ryapmiz. Biz shu Janubiy Koreyada bo'ldik. Uni hududi taqriban Navoiy viloyatining hududicha keladi. Butun davlatning hududi. Davlatning hududi. Bizdan deyarli bir 5 barobar kichik hududi. Aholisi 56 million. Hech narsa yo'q. Hamma narsani chetdan tortib keladi. Ular boy. U nima uchun? Men borib ikkita narsaga guvoh bo'ldim. Keksasigacha mehnat qilar ekan. 80 yoshgacha mehnat qilishyapti. Yoshlari ilmga rag'bat qilgan. Ilm bilan boy bo'lishligini, ilm bilan qudratli bo'lishligini, ilm bilan taraqqiy topishligini ular bugun hayotida ko'rsatib beryapti. Janubiy Koreya, Yaponiya misolida. Endi foydali qazilmalar evaziga boy bo'lgan mamlakatlar qachongacha? Neft qachongacha? Uzog'i bilan 25 yil deyishyapti. Gaz ham bir kun tugaydi. Lekin ilm bilan boy bo'lish bugun davr talabi. Mirzohidjon, endi bizni boshimizga kelgan shu mustamlakachilar bizni o'tmish tariximizni ular juda yaxshi bilishgan. Bizni qudratimizni, xalqimizni salohiyatini, bu millatni yana qayta tiklanishligini, yana bu millatni qayta o'zini so'zini, gapini ayta olishligini bilgan bular bizni hududiy, geografik jihatdan hududlarimizni juda ham bir chigal holda qoldirishganda. Ayniqsa mana shu Markaziy Osiyoda bizda davlatchilik bo'lgan. Amur Temur qurgan davlat bugun dunyo xaritasidagi 28 ta mamlakat tobe bo'lgan. Hattoki Boyazidning mag'lubiyatidan keyin butun Yevropa knyazligi Amur Temurga bosh to'lagan. Hattoki Kastiliya qirolligi Amur Temurga bosh to'lagan. Bilasiz, Kastiliya qirolligi Pireney yarimorolida, Ispaniya, Portugaliya hududidagi Atlantika sohilidagi knyazliklar bizga bosh to'lagan. Moskva knyazligi 13 yil Amur Temurga bosh to'lagan. Shunday. Butun hudud Hindistondan Atlantikaga qadar, Ural tog'idan toki Hind okeaniga qadar bizda bo'lgan davlatchilik va shuni bilgan mustamlakachilar bizni hududlarimizni, ayniqsa O'zbekiston hududini, kartasini geografik jihatdan juda ham bir mushkul holda tashlab ketgan. Dunyoda o'zi ikkita mamlakat bor. Ikki davlat oshib okeanga chiqish. O'shani bittasi O'zbekiston. Ikkinchisi Yevropada bilasiz. Yevropada chegaralarim yo'q, uning mushkuloti yo'q. Endi yagona O'zbekiston desak ham to'g'ri bo'ladi. Biz ikki davlat oshib okeanga chiqamiz. Bizni mana shunday bir geografik jihatdan bir qiyin ahvolda tashlab ketgan ular. Bizni ertaga bosh ko'tarmasligimizni ular mana shu darajada rejalashtirgan. Bugun muhtaram prezidentimiz juda ham katta harakat qilyaptilar. Mana shu savdo yo'llarini ochishga. Bugun yoshlarimiz ertangi kunimiz bu qiyin vaziyatdan chiqib ketishligimizni biz mana shu ajdodlarimiz, jadidchilarimiz tashlagan qadam ilm, ma'rifat, kitob. Albatta. Ilm bilan chiqib ketamiz faqat. Bugun mana shu jadidchilik harakati yana boshlandi desak ham to'g'ri bo'ladi.
muhtaram prezidentimiz boshchiligida mana siz kabi yigitlar vatanni sevadigan, kitobni yaxshi ko'radigan, shu yurtda tug'ilganligidan, o'z ota-onasidan, o'zbegligidan, vatanidan, millatidan faxrlanadigan yoshlar ko'paytirishimiz kerak. Ilmli yoshlarni ko'paytirishimiz kerak. Ajdodlarga muhabbatli yoshlarni ko'paytirishimiz kerak. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Mana hozir o'zingiz aytdingiz, yangi loyiha mana shu jadidchilarni harakatini, ularni botirligini, o'sha qiyin vaziyatda ham ular jur'at eta oldi. Juda katta jasorat ta'siri. Ana o'shalarning jasoratini, qahramonligini bugun yoshlarimizga yetkazishimiz kerak. Ustoz yana bir narsani esga soldi. Mana bugun butun dunyo tan olyapti, jahon jamoatchiligi O'zbekistondagi har sohadagi yuksalishlarni ko'rib turibdi. Men bir narsaga xursand bo'lamanki, ko'p davlatlarni biz chet davlatga borganda o'rganamizda, bironta davlatda yo'q ekanki, yoshlarni kitobga jalb qilish, kitobxonlik davlat siyosati darajasida ko'tarilgan yurt yo'q. Faqat O'zbekiston. Aynan shu bo'yicha prezidentning qo'sha-qo'sha farmonlari chiqqan va shu bo'yicha davlat rahbarining tashabbusi bilan yosh kitobxon tanlovi bor. Asri zamiriga qarasangiz, bu minglab yoshlar qatnashadi. Bir necha yilda bir necha million yoshlar qatnashadi. Bu degani o'sha jamiyatda minglab yoki 100 minglab yoshlarni kitobxon qilish degani. Kitobxon jamiyat bu kelajakka eng yaxshi qadam tashlaydigan va kelajakda bu hozir sun'iy intellekt asri, globallashuv davri shunaqaki, faqat kuchli tafakkur egalariga qoladi. Hozir saralash bor. Chunki dunyoda mana qariyb 10 yildan keyin hozirgi mavjud kasblarning 40-50% qisqarib ketishi mumkin. 60% kasblarda 10 yildan keyin inson omili kamayib ketishi mumkin. Shuning uchun men hozir yaxshi, juda ham bir go'zal so'zni aytdingizki, yurtboshimiz tashabbusi bilan bu davlat siyosati darajasiga chiqishi juda katta kelajakka zamin aslida.